Agar kompyuter, xolodilnik, kir mashina, konditsionerningiz kuyib qolishini xolamaysizmi, bunda yechimi bor. Bitta ko'ring. Mana yechimi. Boeing Voltager. Xo'p. Bu kompyuter, telefon, printer, mana kir mashina, xolodilnikda kuyishini katta chiqimda sizdan saqlaydi. O'zi arzimagan pul taxminan 50-60 ming so'm turadi. Lekin katta chiqimdan saqlaydi. Bizga inkubator kelgan mana. Gold degan inkubator. Xuddi shunaqa bo'lib kuygan. Mana biz termodalchiklarni alishtirib berdik, svetilnigini alishtirib berdik. Keyin bu pitaniyada mana kondensatorim pastga kuyib qolgan. Shu ustakalarga aytmoqchi edim, ustakalar, iltimoslarni bu pitaniyani mana 10 amper ku, mana 15 amperligini qo'yib qo'yinglar iltimoslarni. To'g'ri ishlayveradi, lekin kuchlanishni oldini oladi. Keyin mas'ullarini ham chiroyli qilib beringlar. Hozir mana ishlatib ko'ramiz. Bismillah. Qani, bismillah. Mana ishladi. Xudo xolisa. Mana yondi. Mana. Necha pul olsa bo'ladi xizmatiga? Nima deysizlar endi?